Insonning azizligi islomiyat bilan bo'ladi. Kim Allohni tanisa, o'zini banda ekanligini his qila boshlasa, turli fasod kasalliklardan, illatlardan xalos bo'lishga boshlaydi. Ayniqsa, insonni g'uluga ketkazadigan, haqdan og'dirib, zalolatga ketkazadigan kibrdan ehtiyot bo'ladi. Umar roziyallohu anhu ana shunday insonlardan edi. Ya'ni hidoyatni mahkam ushlagan, o'z bandaligini va o'zining bandaligi islom tufayli aziz ekanligini his qilgan insonlardan edi. Bir kuni Umar roziyallohu anhu o'zining xodimi bilan tuyani almashib minib ketishar edi. Hazrat Umar tuyaga minsa, xizmatchisi tuyaning yuganidan ushlab olar edi. Bir farsax miqdor yursa, tuyadan tushib xizmatchisi minardi. Hazrat Umar yuganni olib yetaklardi. Tuya minish navbati xodimga yetib keldi. Tuyaga mindi va Hazrat Umar tuyani yuganini olib yetakladi. Bir farsax yurdilar. Vaqtiki shomga yaqin qolganida xizmatchisining navbati kelib qoldi. Xizmatchi mindi. Umar yetakladi. Ularning oldidan yo'lda suv chiqib qoldi. Umar roziyallohu anhu suvdan o'ta boshladi. Bir qo'li bilan tuyani yuganini ushlab olgan, bir qo'linida qo'ltig'i ostida yetiklari edi. U kishining oldiga Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu chiqdi. U kishi Shomga amir edi. Ubayda ibn Jarroh aytdi: "Ey mo'minlarning amiri, Shomning ulug'lari oldingizga peshvoz chiqyaptilar. Bu holda sizni ko'rishlari yaxshi bo'lmaydi", dedi. Hazrat Umar roziyallohu anhu aytadi: "Alloh bizlarni islom bilan aziz qildi. Odamlarning gaplariga parvo qilmaymiz", dedilar. Dar haqiqat, ulug' insonlar, islomiyat tufayli aziz bo'lganligini his qilgan insonlar bandalikdagi illatlarni barchasidan voz kechgan edi. Ana shundaylardan biri Salmon Forsiy roziyallohu anhu edi. U kishi Madoin shahrida amir edi. Bu shaharning ulug'laridan biri bozordan bir narsa sotib oldi. Salmon Forsiy o'tayotganida uni islomga kirmagan ajamlik kishi deb o'ylab, "Ey, bu yerga kel, mana bu yukni ko'tarib uyimga tashab qo'ygin", dedi. Salmon Forsiy ko'tarib oldi. U kishidan odamlar "Alloh amirni isloh qilsin, bizga bering, biz ko'taramiz", deyishdi. Salmon Forsiy roziyallohu anhu bosh tortib, "Yo'q, yukni o'zim ko'taraman, o'zim olib borib qo'yaman", deb aytardi. Haligi kishi hayron o'ziga o'zi aytardi: "Sho'rim qursin, nima uchun amirga yukimni otdim?" Shundan so'ng uzr so'radi. "Men sizni tanimabman, Alloh sizni isloh qildi", dedi. Salmon roziyallohu anhu "Boraver", dedi. Uning uyiga bordi va yukini tashladi. Keyin haligi kishi "Hech qachon hech kimga yukimni tashitmayman", dedi. Mana bu eng yuksak kamtarlik, qalbida kibrni olib tashlagan insonning ishi. O'zining azizligi faqat islomiyatda ekanligi, Alloh uni islom tufayli aziz qilganligini his qilgan inson ko'chada turgan, hojati tushib xizmat buyurgan insonning xizmatini hatto amir, hokim bo'lsa ham o'sha zahoti bajardi. Ammor ibn Yosir roziyallohu anhu, u kishi Kufada amir bo'lgan. Baqqolning do'koniga chiqib, yeydigan narsa sotib oldi. Keyin bu narsalarni ziyoda qilishni so'radi, ya'ni ko'paytirdi. Paholdan bo'lgan xaltani olib, uni ichiga soldi. Sotuvchi amirning yelkasiga oziq-ovqat to'ldirilgan xaltani ortdi. Ammor roziyallohu anhu orqasiga qo'yib, u kishi yukni uyiga olib ketdi. Mana adolatli, qalbida kibri yo'q, islom tufayli aziz bo'lganligini his qilgan inson qanday bo'ladi? Qanday hokim, qanday vali bo'ladi? Qanday rahbar bo'ladi? Dar haqiqat bu zotlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning haqiqiy sahobalaridan edilar. Xulqlari,
kamtarinlik edi. Ular bandalar oldida ham, farishtalar oldida ham, Allohning nazdida ham aziz bo'lgan zotlar edi.